Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xalida Isroil yozgan Oltin Kash romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hadiyaning savoddoshi Osimning qizining to'yiga kelganligi, bu yerda nurg'ulg'an savodoshlarini ko'rganligi va Kamol bilan Nuriyani ko'rgandan keyin ularni tunji qitim ko'rgan vaqtdagi aslimlarga g'arq bo'lgan yeri kelib to'xtagan edi. Endi davomini o'qiymiz. Nuriya, men uni maktabga kelgan kunim darvoza oldida uchratgan. Qo'limda cho'ng somka, kaynimda yuk taqamni yudigan qora saqqalliq bir odam. Men oldimga tunji bo'lib uchirgan qizdan qo'limdagi uqtirishda ko'rsatilgan qizlar yotoq binosini so'radim. U uqtirishni qo'liga ilib ko'rib, "Uyey, biz yotoqda shikamiz, juring. Men boshlab opiray", dedi. Shu chaqda men uning qora ko'zlaridan nur to'kilib turgan bakmi chiroyli qiz ekanligini bayqadim. U o'zini tunishtirib, o'zining yangi o'quvchi ekanligi, ismi Nuriya ekanligini aytdi. Ko'nglimda nima degan joyda qo'yilgan ism deb o'yladim. Menmu o'zimni tunishtirdim. Shundan keyin ikkimiz do'st bo'lib qoldik va oxirgacha yaxshi o'tdik. U sal erka, ammo oq ko'ngil, kulibla turadigan qiz edi. Kulgan chaqlarida ko'zlaridan to'kilayotgan nur quyuq kirpiklarini bo'ylab to'xtamay atrofga taralayotgandek tuyg'u beradi. Qip-qizil o'ymoqdek lavlarining orasidan ushoq oppoq tishlari ko'rinib turadi. U go'zal bo'lgandimi, kishini o'ziga jalb qiladigan, boshqalarga xo'shallik bag'ishlaydigan go'zallardan edi. Kamol sal kechikibroq kelgan. U chaqda biz dars boshlab bo'lgan edik. Bir tanaffusda derizdan pastga qarab turgan ikki qiz. "Voy bolalar, qaranglar, ajoyib qamlashgan bir bola kelyotidi. Umringlarda ko'rmagan", deb cho'qirashdi. Bir to'p qiz bola derizaga olishib pastga qarashga boshladi. Gullikning orasidagi simot yo'ldan inchika egizbo'y bir yigitchaq udul adabiyot binosi tarafga qarab kelyotdi. U o'qituvchilarda kostyum burulka kiygan. U chaqlarda o'quvchilarning ichida kostyum burulka kiyganlari nihoyat oz edi. Ishtinining qirib pichoq bisidek, sochlari ajoyib romantik ravishda orqasiga taralgan bir yigit. Yo'q, 16 yoshlardagi bir o'g'il bola edi. Chiroyi Sovet ittifoqining kitob jurnallarida uchraydigan o'lchamli kelishgan erlarning suratiga o'xshaydi. Balki u suratlarmi uning chiroyiga yetmasligi mumkin edi. Uningga qarab hammamiz bir pas jimib qoldik. "O'qituvchida qiladi", dedi Hamra ismli semiz qiz. 16 yoshlik o'qituvchi bo'lamdi. Bo'yi egiz bo'lg'ini bilan kichikligi chiqib turmamdi, dedim men. Balki birarsini izlab kelgandi. Chuqum o'qituvchi. Yo'q, o'quvchida qiladi. Yo'q, o'qituvchi. Oxiri qo'l bog'lashdik. Miliqi o'g'il bola bino eshigidan kirib ketguncha so'zlab orqasidan qaradik. Arqadan koridorga chiqib uning qaysi tarafga qarab minishini kuzatib turdik. U dal bizning sinf tarafga qarab keldi. Ishik beshidagi vivizkaga bir qarab etib, o'ziga intayin ishongan bir qiyofatda eshikdan kirib, guz-guz dasab, o'ttirdagi qatorning oxiridagi o'ringa keldi. Yanchuqidan chiqargan pokiz qo'l yog'liqida parta o'rindiqlarni astoydil surtib etib o'tirgandan keyin atrofiga qarab boshqa o'g'il bolalar bilan salomlashdi. Shu chaqda u nimalarni degandikin, o'g'illarning hammasi piroqlab kulishib ketgani xuddi hozirgidek esimda. Shu chaqda men darhol Hamraga qarab, "Ha qandoq? Endi tan berdingizmi? Endi menga nima ilib bersiz?" dedim. Bu bir chaqchaq edi xolos. Hamra bichora gapimga ishinib qilib, menga xotira taqdim qilmoqchi bo'ldi. Men bo'ldi qildim. U bir Namrat oilaning qizi edi. Albatta men uni avara qilishni xolamaydim. Darsga qo'ng'iroq chalinganda Kerem bilan G'ofurjon sirtdan kirib, uning bilan qizg'in ko'rishib ketdi. Keyin Kerem hayajon bilan bizga uning yurtda xilila dong chiqargan bala shoirlarning biri ekanligini, Qashqar gazetida she'rlari chiqqanligini so'zlab bergan edi. Darvaqa, u uzun o'tmay maktabda hammaga tunildi. Ba'zilar uni Keremdan ustun ko'radi. Ammo yeziqchilik darsi o'qituvchimiz Kamol vazn qofiyada pishiq bo'lgani bilan
Kerem'de urg'ub turadigan tabiiy talant, jo'shqin, keng tasavvur uningda yetarsiz deydi. Ular ikkilisi bir yurtliq ham do'st bo'lganligi uchun bir-birini hurmatlab yaqin o'tadi. Tang baygiga tushgan bir jup tulpardek bir mezgil toza o'zlarini ko'rsatishgan edi. Tamoqlar tortilib bo'lishi bilan muzika yangrashga boshladi. Uyg'urcha usuldan keyin tansi boshlandi. Jup-jup yoshlarning orasida chochlari qordek oqargan cho'ng yoshli kishilarmi paydo bo'ldi. G'opurjon qursuqini oldiga chiqarib, qo'chaqdek yasangan ayoli bilan larzon aylanmoqda edi. Uning qadam ilish, o'zini tutishidagi o'zgacha bir so'lat, chiroyida parlab turgan shoirona hissiyot, oppoq choch, yiqimliq muzika bilan qo'shilib, intayin ta'sirlik manzara hosil qilgan edi. G'opurjon ayni yillardagi sinfimizdagi 4 shoirning biri edi. Nihoyatda eg'ir bisiq ko'rinadigan bu yigitning hissiyotga boy bir jup ko'zidan uning zerakligi ham ruhiy dunyosining murakkabligi chiqib turadi. U yengil, lirik she'rlarni ko'p yozadi. Klassik uslubdagi she'rlarni yaxshi yozib qo'yadi. Yeziqchilik darsi beradigan o'qituvchimiz. G'opurjonda qobiliyat yetkichi bor, asosim puxta, lekin ijodiyat mavqesi texi yetilmagan. Yeshining cho'ng'ishiga agishib yo'lni tepilishi mumkin deydi. Biz bu gapning tegiga yetib ketolmaydik. Bizga hammadan uning yengil muhabbat lirikalari yaraydi. Ba'zi o'g'illar qizlarga xat yozganda uning lirikalaridan foydalanadi. U pat-patla qizlarga oshiq bo'ladi. Har qitimqi oshiqligi mag'lubiyat bilan oxirlashganda bir mezgil hasrat chekib, g'amdan she'rlarni yezib yuradi. To'satdan bir kuni yana oshiq bo'lganda qalamiga qaytadan jon kiradi. 1959-yili u ayni yillarda matbuotlarda e'lon qilingan bir qism burjuaziyacha muhabbat lirikalarini tanqid qilib, bir necha parcha obzor yozgan bo'lsa-mu, o'zimi ancha-muncha uchuqlanishdan saqlanolmagan edi. O'qish bitirgandan keyin uning yiroq chegaradagi qirg'izlar ko'p o'ltiraqlashgan bir nahiyada o'qituvchilik qilib yurganligini, madaniyat zo'r inqilobida ilgirki ayoli uning ustidan yuqoriga ma'lumot yo'llab, nurg'un haqchilikka uchrashiga sabab bo'lganligi uchun uning bilan ajrashib qayta uylanganligini anglagan edik. 1970-yillarning o'ttirlaridan tortib matbuotlarda uning she'rlari uzilmay chiqib turadigan bo'ldi. Men Kan rayonlik maktabda ishlayotgan chog'larimda bir qatim Urumchida ochilgan o'qitish tadqiqot yig'iniga qatnashish uchun kelgan edim. Biz tushgan mehmonxonada tasodifan uni uchirtib qoldim. U bu chog'da allaqachon Urumchiga yo'tkilib kelib olgan bo'lib, madaniyat nazoratida bir boshqarmaning mas'uli bo'lib ishlayotgan ekan. U menga yig'inga qatnashayotgan bir tunishi bilan ko'rishgili kelganligini aytgan edi. Ikkimiz nihoyat qizg'in ko'rishib, xeyli uzoq mungdashdik. Shu qitim men uning she'riy mahoratila emas, odamlik jihatdimi pishib, nihoyat tamkin, tajribalik bo'lib yetilganligini his qilgan edim. Hozir ayni yillardagi 4 shoirning 3i Urumchida jam bo'ldi. Faqat Keremla yurtida qoldi. Tansa o'ynayotganlarning orasida yana ba'zi tunish chiroylar g'ilbal ko'rinib qoladi. Madaniyat zo'r inqilobidan keyin orqa-orqadan yozgan romanlari bilan birdilla tunilgan oblat. O'qiyotgan chog'larida hikoyachilikda ko'zga ko'ringan, xizmatga chiqqandan keyin bir hikoyasi bilan nohaq tanqidga uchrab adabiyotdan qo'l uzgan Alanur va har qancha qilibmi ismini esga ololmagan ikki savodishimning chiroyi xiyoliy bir holatda ko'z oldimdan bir-birlab o'tmoqda. Ularning ko'p qismi o'qituvchi edi. O'qituvchi ekanligi chiroyidan, yurish-turishidan chiqib turadi. Ular o'ntunsiz, shon-shuhratsiz yashadi. Ko'rgan rohatidan tortgan jafosi ko'p bo'ldi. Biz hammamiz shundoq yashadik. Lekin men o'zimning oddiy bir adabiyot o'qituvchisi ekanligimdan intayin faxrlaman. Mayli boshqalar nima desin, shu go'daklarga ona til orqali hayotni, adabiyotni, nurg'un go'zal narsani tunutish, ularning odam bo'lishiga, hayot yo'liga ta'sir ko'rsatish naqadar ulug' bir ish. O'ttirda lirik muzikaga agishib, tansa o'ynayotgan juftlarga qarab o'ltirib, ko'zlarimdan yosh agidi. Yosh, jo'shqin qiz yigitlar menga ko'p yil ilgirki bir tansini eslatdi.
U Yeni yil kechisi edi. O'g'illar chochlarini maylab chiroyli tarib elishgan. Ko'p qismning kiyimlari shunchalik oddiy. Paxta raqdan tikilgan 4 yanchuqliq chapon, chibarqut gimnasturka yoki maktab tarqitib bergan tvitliq mayka. Qizlarning chochlari ikki o'rilgan. Sanduqlarda a'tvorlab saqlaydigan pilati, mayka, yopka, chit ko'ylaklarni kiyib elishgan. Ularning turqidan namratliq chiqib tursimu, chiroyidan yoshlik kuchi va go'zalligining nuri parlab turadi. Ular shunchalik xushal-xuram, g'amsiz, baxtiyor ko'rinadi. Bir saboqdishimiz chalgan akkordionning yangroq ovozi ularni shunchalik hayajonlantirayotgan ediki, aralab ruscha, tatarcha ohanglar chalinganda qiz-yigitlar adunushka o'ynab chang chiqarib yetadi. O'ttirdan tushmay o'ynayotgan Osimmu, Mammu, chiroyi qizirib, ko'zlari boshqacha chaqnab, tulimi go'zallashib ketgan Nuriyamu qo'llari bilan partini urib, akkordionga tankash qilayotgan Kerammu hech kim kelgusi hayot yo'lida o'zini nimalar kutib turganligini o'ylamaydi. O'ylasimu bilishi mumkin emas edi. U chaqda Nuriya Kamol bilan yo'shirin ishbash tortishib yurishadi. Ularning shu tansidagi bir-biridan ko'zlarini ololmay qolgan holati nurg'un yurakka rashik o'tlarini yiqiyotgan edi. Osimmu san'at fakultetidagi uzun chashliq bir qizga oshiq beqaror bo'lib yuradi. Keram xiyolidagi qandaqdir bir go'zalga beg'ishab she'rlarni yozadi. Ashu kechasi O'g'iz men bilan ko'rishish uchun Sanjidagi hadisining uyidan Urumchiga piyoda kelgan. Qizlar yotiqiga kirolmay, yotoqning orqasidagi maydonda u yoqdan bu yoqqa yugurish bilan tongni atqizgan. Saharda uni derazadan ko'rib, oldiga yugurib chiqqanimda to'nglab qetib ketgan lavlarini medirlatib, biror eg'iz gap qilolmagan. Menmu derazadan qarshib turgan qizlardan xijil bo'lib, uning cho'kida qetib ketgan barmoqlarini issiq qo'llarimning orasiga ololmagan. Shu kuni saharda biz maktabning oldidagi donglik cho'chirxonaning eshigini chekkanda, ayol xo'jayin ko'zlari uyg'uliq peti chiqib bizni ko'rib hayron qolgan. Biz tamoqning chiqishini rozimanlik bilan saqlab o'ltirdik. O'g'iz menga hadisning chaqirtishi bilan yangi yilni o'tkazish uchun Sanjaga aldirab ketib qolganligi, u yerda o'ltirib meni sig'inganligi, oxiri uydagilar uxlab qolganda hech kim bilan xo'shlashmayla Urumchiga qarab manganligini so'zlab berdi. Ko'nglimda shunchalik xushal bo'lgan bo'lsammu, bunda qilmasligim kerak edi deb uni ayiblagan edim. Orqadan menmu uning yo'liga qaraganligimni, saboqdoshlarim bilan tansa o'ynab o'tib to'xtamay uni o'ylaganligimni, kechicha uyan-buyan o'rilib uxlay olmay, sahardala o'rnidan turib derazaning oldiga kelib, uni ko'rganda naqadar xushal bo'lganligimni so'zlab berdim. Shogird bola mashga o't yiqib, oldimizga bir piyoldan issiq choy ilib keldi. Men O'g'izning piyolini olqini orasiga ilib, qo'li va mag'zirini isitishga, issiq choyni rohatlanib ichishiga, sovuqdan ko'kargan mag'zi va lavlarda qizillik paydo bo'lganiga qarab o'tirib, tasvirg'usiz baxtiyorlik tuyg'usiga cho'mildim. Ikkimiz bir-birimizdan ko'zlarimizni uzolmaydik. Uning bir qarasa kulrang, bir qarasa yeshil ko'rinadigan ko'zlarining o'ttirsida bir sarg'uch sho'la paydo bo'lgan edi. U har qitim hayajonlangan vaqtlarda ashundoq sho'la paydo bo'ladi. Bu sho'la yurak bag'rimni ko'ydirib, meni sarosimga soladi. U kuni saharda o'zimning ko'zimda bir nur sirg'ib chiqib, ashu sho'la bilan birlashib ketgandek tuyg'uda bo'lgan edim. Bu dunyoda voyiq yetgan go'zal, ajoyib narsalarning umri rostila qisqa bo'lamdigandir. O'g'iz ikkimizning muhabbatini o'ylasam, men bu gapga ishonib qolaman. Keyin cho'chira keldi. Bir qachisi 5 mo'changa kelgan bu cho'chira ajoyib mazalik edi. Biroq O'g'izdan ayrilgandan keyin men u cho'chira xonaga yo'lmas bo'ldim. Ish shundoq tasodifiy, uchuq osmonda chaqmoq chaqqandek yuz berdi. U taqsimotlar e'lon qilinib, maktabdan ayrilish oldida turgan chog'larimiz edi. 2 oycha maktabga kelib meni sirtqa boshlab mangdi. Ularning beshidagi qora yog'liqlardan ko'nglim bir ishni sezgan bo'lsa-mu, bu oqibatni xiyolimga keltirmagan edim. Ular meni O'g'izning maktabiga boshlab akirdi. O'g'izning yatog'iga kirib chiqib yurgan oq ro'molliq ayollarni ko'rib, o'pkam og'zimga tiqildi. Hadilarim peshonamni, chochlarimni silab,
ushtumtut bir ish bo'lganligini, o'g'izning qazo qilganligini aytdi. Shu yerda seyrilib o'ltirib qoldim. Ular meni yo'lab cho'ng bir uyga boshlab kirishdi. Uyning o'ttirsidagi karvatda oppoq kirliklar ustida o'g'iz yotardi. To'y chiyidan qaytib kelib zodila uxlay olmadim. Kirpiklarimda ilinib turadigan uyqu bu kecha yo'qolgan edi. Xiyol farishtasi sirli qanotlari bilan meni yiroqlarga elib ketgan edi. Әмді Kerem'nin əslimisinin ikkinchisini o'qiymiz. Men qandoqlarcha shoir bo'lib qolgandiman ha. Inchga o'ylab baqsam, bu dunyoda boshdan kechirgan barcha kechmishim. Qisqasi, mening taqdirim mushu shoirlik tarafidan belgilangan ekan. Xuddi o'zi yaratgan bandalarining peshonasiga turli xat belgini putib qo'ydigan yaratquchi menga kelganda sal o'ylanib turib ketib, esiga kelgan shoirlik degan so'zni putib qo'ygandek. Mening dadamning dadasi shoir emas edi. Onamdimi undaq alomatlarni bayqagan emasman. Lekin dadam o'qimishliq, zabtilik, pokiz ham g'ayratli odam bo'ladigan. U o'ziga xos g'ururining kuchlikligi, qoida usulligi bilan boshqalardan farqlanib turadi. Kibirga o'xshab ketadigan g'urur va qoida usunga alohida e'tibor bilan qaraydigan bu odat ota-onamdan emas, ularning tuqqanlaridimi gavdalik edi. Ularning nasab, tag surishtirishga omroqligi, yasinish, yurish-turish, to'y-to'kun, mehmondorchiliklardagi murakkab qoida usullari ayni yillarda mening nazarimda o'rta asrga xos chakana avorchilik edi xolos. Oilamizdagi ayollar cho'ng onam, homilarim, ocha singillarim va kelinlar bu avorchilikning qurboni va qizg'in himoyachilari edi. Ular to'y mehmondorchiliklarga jabdunayotganda uyning ichi bozor bo'ladi. Kichik vaqtlarimda ular meni "Putlashma, neri tur" deb bir bulunga o'tirg'izib qo'yib, o'zlari bo'lsa tovar ko'nlaklarini shildirilib u uydan bu uyga, bu sandiqning oldidan u sandiqning oldiga, qorong'u bulungdan g'uvo yo'riq tushib turgan derazaning oldiga kelib yo'rg'ilishib yuradi. Bir kun burun yilim chepib ching tortib o'rib olgan chochlariga, choch dangilarini, bo'yinlariga qimmat baholiq uncha marjonlarni esishadi. Qo'llariga, quloqlariga vol-vul paqirab turgan zira, uzuk, bilezuklarni taqishadi. Ko'zlariga surma surib, kichik yumaloq qutining ichidagi oppoq, yumshoq, shakli, non yopadigan repidiga o'xshaydigan bir narsa bilan yuzlariga ufpa surkaydi. Tovar durdun, shohi ko'nglaklarni qat-qat uzun qisqa chaponlarni kiyib, do'ppa ustiga nepiz oq ro'mol, chumbal, to'r ro'mollarini ortishib bo'lganda, har biri aslidagidan bir hassa yo'g'inab, ishik oldida xelidan beri saqlab turgan mablarga inchiqlab, hozirshib, aron chiqib, petishmay qiyochiya qilishib, bir hozada aron yo'lga chiqishadi. Mablar g'ichirlab uzun ko'chaning do'qmushidan burilib, ko'zini g'oyib bo'lganda bo'lsa, vo'yla uy birdilla tim-tas bo'lib qoladi. Maktabga kirishdan burun ular meni o'zlari bilan billa ilib boradi. Sal cho'ng bo'lgandan keyin borg'ili unmaydigan bo'ldim. O'tira maktabga chiqqan vaqtlarimda bo'lsa, to'y-to'kun, mehmondorchilikning gapi chiqsa, yiroq qochadigan bo'ldim. Turmadagi vaqtlarimda ashu g'amsiz kunlarni, achchig'i yomon, ammo ko'ngli yumshoq cho'ng onam va ojiz singillarimni seg'inish ichida eslaydigan bo'lib qolgan edim. Turmadan chiqqandan keyin u ishlarning ilgarigidan ko'p oddiylashib ketganligini ko'rdim. Asfaltlashib ketgan ko'chalarga ot eshaklar kirgizilmaganlikdan harvular orqa mahalla, shahar atrofida qatnay oladigan bo'lib qopti. Ayollarning kiyinishlari ilgarigidan ko'p oddiylashibdi. Cho'ng onam hayot vaqtidagidek jamiyatimizdagi hamma ayol bizning uyga yig'ilib, dabdaba bilan mangnigan ishlarmi amaldan qopti. Lekin ota-onamdagi tag nasab surishtirgan odat yo'qolmabdi. Dadam meni o'ylashga jabdunib yurgan kunlarning birida meni yinida o'tirg'izib,
zamonasidagi usta xattatlar tarafidan ko'chirilgan bir kitobchini ko'rsatdi. Qattiq tashliq, tosh titullariga turlik naqish, gul sızılgan. Bu kitobdagi xatlarni dastlabda she'r bo'lsa kerak deb faraz qildim. Həcilab o'qib beqib odam ismlari ekanligini bildim. Dadam kulib qo'yib ortiq gap qilmadi. Anam polo aytayotdi. Dumlangan poloning mazali hidi tarqalishga boshlaganda shahardagi donglik bir qorajim kirib keldi. Dadam uni nihoyat izzatlab mehmon qildi. Tamoqdan keyin duo qilinib, dadam u kishining quliga suv berib bo'lganda, oldirmay o'ltirib o'zining muddaosini bayon qildi. Aslida bu kitobcha uning cho'ng dadasidan qolgan bo'lib, jamoatimizga munosabatli ishkan. Jamoatimizda uni to'liq o'qiy oladigan odam bo'lmaganligi uchun Qarajim hazratlarini taklif qilgan ishkan. Qarajim kitobni qo'liga ilib, uyon-buyon varaqlab, ba'zi batlarini inchikilab o'qib beqib nihoyat qiziqdi bo'lg'ay, ixtiyorsiz unlik kulib etib. Bu nihoyat qimmatli kitob ekan. İsmi Xallar tezgirisi degan ma'niga to'g'ri keladi. Buningda har qaysilarining yiltizi, jamiyatimi bor ekan. Har qaysilarining ana jamiyati Mirzo Haydar Ko'ragarning xotini orqali Chag'atay xon va Chingiz xonga tutishidi ekan. Jamiyatlari allburun turklashib, musulmonlashib ketgan bo'lsa-mu, tumirlarida Chingiz qinimi eqib turdi ekan, dedi. Men ajablanib, Mirzo Haydar Ko'ragan qandoq odam bo'lg'iydi deb so'radim. U kuyog'liq martabasiga erishgan, qalam va alamda shohlarga zurur bo'lgan, hamma ilm hunarda kamolatga yetgan, ayni davrda nihoyat e'tiborlangan yagona bir zotdir. U nihoyat ko'p she'r va tarixiy asar yozgan. Dangliqroqi tarixiy rashidadir, dedi u. Shu chaqda nimishqa shoir bo'lib qolganligimning tegiga yetgandek bo'lganim, Pushkinning mumisi qora tanlik ayol ishkanligi, Anna Axmatovaning mumisi Mo'ng'ul ishkanligiga oid mish-mish gaplarni o'ylab, she'rin xiyollarga cho'mganligim esimda. Hozir o'ylasam, meni she'riyat dunyosiga boshlab kirgani dadamning astoydilligi va talabchanligi ishkan. Dadam nihoyat kichik vaqtlarimda Chag'atay yezig'ida savodimni chiqargandan keyin meni diniy maktabga opirib berdi. Ammo hargizmi meni mollamning quliga topshirib qo'yib bo'ldi qilmadi. Dastlabda u menga o'zi saqlab kelgan Sulton Sutuq Bug'roxon tazkirisini ko'chirgizgan edi. U nihoyat jonliq ham qiziqarli yozilgan katta shajara edi. Uningdagi voqealar cho'ng onam so'zlab bergan cho'jaklardagi voqealarga o'xshash sirliq ham ajoyib, g'aroyib edi. Kichikligimdan ba'zi voqealarni tushunolmay dadamdan, "Dada, bu rost bo'lgan ishlarmi?" deb so'raydim. "Mushu yerda o'tgan podshohlar bu, hammasi rost ishlar o'g'lim", deydi dadam bir iftixor bilan. Lekin uningdagi kishilarning shohliq talishib, bir-birini o'ltirishlari menga yoqmaydi. Dadam, dunyoda har qanday podshoh o'zlarining huquq hokimiyatini kuchaytirish uchun o'ziga qarshi chiqqanlarni o'ltirdi. Hatto ota-bola, qon qarindoshlarmi bir-biriga rahm qilmaydi. Lekin nohaq qon to'kkan podshohmi uzunga bormaydi, deydi. Men Bug'roxon tazkirisini ko'chirib bo'lganda dadam menga Malika Donishman nomli kitobni ko'chirishga soldi. U hayot hikmatlari savol-javob shaklida bayon qilingan kitob bo'lib, turmushning murakkab, inchika taraflarini yoritish orqali kishining ko'zini ichib, nazar doirasini kengaytirdi. Dadam tushunmagan yerlarimni tushundirib, astoydil to'g'ri ko'chirishimni talab qiladi. Biror xat, pesh chekitni tushirib qo'yishimga yoki xato ko'chirib qo'yishimga aslo yo'l qo'ymaydi. Bu vaqtlarda bo'yim egizrak shirak yetmaydi. Shunga qog'ozlarni tizimga qo'yib olib yoki pakor tomoq shirasiga qo'yib ko'chiratdim. Sal cho'ngroq bo'lgan vaqtlarimda dadam meni tor bo'g'izdagi diniy maktabga opirib berdi. Maktabdagi savoqlarimni o'rganib bo'lib uyga kelsam, dadam texi do'kondan yonmagan bo'ladi. Bu men uchun o'ynaydigan yaxshi fursat edi. Ko'chaga chiqib, uyon-buyon qarab bo'lguncha 5-6 bola yig'latdik.
Hammamiz yugurishib tuman bo'yiga tushib o'ynaytdik yoki hetikohda bozor aralab, buningga hangiqib qarab yuratdik. Ata-onamiz bergan parcha pullarga ushshaq-tushak narsalarni elib yeytdik. Sapoyi chilib, naqshi aytib, tilamchilik qiladigan tilamchilarning qo'shoqlari qiziq bilinib, ta qo'g'lab haydavatguncha orqasidan yuratdik. Har qancha o'ynasammu, to'xtamay kunga qarab, dadam do'kondan yenib bo'lguncha uyga ketishga oldiraytdim. Dadam usti beshimga birla qarab suvga tushgan tushmaganimni, yor beshida yoki hetikohda o'ynaganimni bilib olaytdi. Ba'zida tiz jaynaklarim surilib, qanab, yuzimga ko'klar paydo bo'lib qolsimu, tozalab dora surtib qo'ygandan boshqa bak koyibmi ketmaydi. Demak, men ashundaq erkin, qong'ucha o'ynab cho'ng bo'lgan edim. Tar Bo'g'iz maktabda o'qiyotgan yillarimda dadam menga Xisro va Dehlavining cho'ng hajmdagi badiiy asri Chahar darvishni ko'chargizdi. Ko'chirish davomida men bu asarning ichiga kirib ketgan edim. Cho'chakdek rangdor, murakkab voqelik menga kishilik hayotning go'zal tarafini emas, murakkab, hazil taraflarini tunutgan bo'lsa, asarning yaqin sudek ravon, jonliq, o'ynoq tili, badiiy tilning kuch-qudratini tunutgan edi. Bu asar balalik qalbimda cho'chak, she'r, hikoyaga nisbatan kuchli qiziqish qo'zg'agan edi. Diniy maktabda bir mezgil o'qib, Qur'on savodim chiqqandan keyin Sofi Allah yarning divanini, keyin Navoiyning Chahar divanini o'qidim. Menga bularni o'qitgan Kenji Axun xalpitim mening qo'limga qalam ilib, eng dastlabki mashq she'rlarimni yozishimga turtki bo'lgan edi. Boshlang'ich maktabdagi sinf tarbiyachim she'rga havas qiladigan Pushkin, Lermontov, Abdulla To'qay, Hadi Taqtash she'rlarini nihoyat pishiq biladigan odam edi. Biz uning tarbiyasida quyuq she'riyat muhit ichida boshlang'ich maktabni bitkizdik. Klassik she'rlarga qaraganda tushunishlik, yezilish uslubi erkin bo'lganlikdan bu she'rlar bizni kuchli jalb qilib olgan edi. Boshlang'ich maktabda mushundaq yuqori saviyalik she'rlar bilan uchrashishimizni bir talay demay bo'lmaydi. Tuyuqsiz o'tirida ko'proq Lutfulla Mutallib, Tiyibjon Eliyov, Abdukerim Xo'ja, Abdulhay Ro'zi qatorliqlarning she'rlari bilan tanishdik. O'z tilimizda yozilgan, o'z turmushimiz, hissiyotimiz aks ettirgan bu she'rlar bizga texmo yaqin tuyuladi. Ham bizga o'zgacha ilhom baxsh etadi. Shu chog'larda to'liqsiz o'tira sinflarning adabiyot kursuki qurilgan bo'lib, bizning mashq she'rlarimiz maktab tom gazetlarida e'lon qilinib turadi. Adabiyot o'qituvchimiz bizning ba'zi she'rlarimizni sinfda o'qib maqtaydi. Meni bala shoir deb muallimlarimmi, savodoshlarimmi yaxshi ko'radi. Amaliyotda men intayin kapsiz edim. O'yinni hech qachon qo'ldan bermaydim. Uyda onamni, maktabda muallimlarni tula qaqshatdim. Lekin dadam meni ortiqcha cheklab qo'rqitib boqqan emas. O'ynamay darsingni o'rgan deb majburlab boqqanmi emas. Ammo u menga kichik vaqtlarimda ashu bir necha kitobni ko'chirgizish orqali hayot yo'limga bir iz silib qo'ygan ekan. Men cho'ng bo'lib, atrofimga nazar solg'udek bo'lganda, bu yo'lni osonla tepib oldim va uning o'zimga nihoyat mos keladigan bir yo'l ekanligini, keyingi hayotimning kitob va qalam bilan bog'lanishli ekanligini xira-shira his qildim. Bu yo'lda to'liqsiz o'rta maktabning adabiyot kursigidagi Kamal, G'ofurjonlar bilan uchrashdim. Ayni chog'da ularning ikkilisla asosiy xeyli puxta she'rga qo'li kelib qolgan bolalar ekan. O'rtaq bir havas bizni institutning adabiyot fakultetida qayta uchrashtirdi. Bu yerda biz texmo ko'p do'stga erishib qolmay, texmo munavvar ustozlarning kuyunib tarbiyalashiga muyassar bo'ldik. Biz baxtnimi ham baxtsizlik va vayronchilikni mushu yo'lda topdik. Lekin nimishqidir bu yo'ldan qayta olmadik. Bir mezgil jimib qoldikki, qaytishni o'ylab boqmadik. Tunji qitim oliy maktab darvosidan qandaqdir ayminish ichida yuragim dupildigan holda otlagan edim. Bu joy nazarimda dunyodagi eng bilimli,
eng fazilatlik odamlar to'plashgan ma'rifat o'chig'i. Hamma odam talpinadigan bir muqaddas joy edi. Maktab cho'ng darvozasi udulidagi tomlari qizil, sirlangan bino manga xuddi bu dunyoga kelishdan ilgari tunishdek bilinib, uningga uzoq qarab ketgan edim. Yelimi esimda. O'quvchilik vaqtlarimni, keyingi ajoyib kechirmishlarimni o'ylasam, ko'z oldimga ashu bino keladi. Ashu binoda yig'inlar ichilib, tomlariga uqtirish, plakat, shuarlar chaplanib, ishlar o'rinlashtiriladi. U yerga o'qituvchilar bilan alohida aktiv o'quvchilar aldirash kirib chiqib turadi. Keyingi vaqtlarda biz masala topshirish uchun ko'p qitim ilib kelingan edik. Hürmetlik tingsharmanlar, bugun mush yergacha o'qidik. İzbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutib qolmang. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.